Beshinchi savol. Quyidagi formulalarda necha xil spirtlarga taalluqli deyilyapti? Xo'p, bolalar, birinchi formula bo'yicha qaranglar. Ugleroddan 4 ta keyin SH2 OH berilyapti. Demak, umumiy normal holatda to'liq asosiy zanjir qilib yozib olsam bo'laveradi. Ya'ni jami 5 ta uglerod saqlaydi. 1 2 3 4 5 SH2 OH oxirida. Xo'p, 5 holatda bo'ladigan bo'lsa, bunda OH kelib birikkan. OH kelib birikadigan bo'lsa, bunda asosiy zanjirda 5 ta uglerod bo'lgani uchun pentanol birinchi zanjir OH tomonidan sanaladigan bo'lsa, uglerod 1 da turibdi. Demak, mana OH tomonidan sanaladi-yu. 1 2 3 4 5 ta. Demak, bolalar, pentanol bir holatda yozib olsak bo'laveradi. Necha xil spirtlarga taalluqli deyilyapti? Demak, ko'rib chiqishimiz kerak. Keyingisi bolalar quyidagicha berilgan S3H 3OH SH3 holatda beryapti. Asosiy zanjirda 4 ta uglerod degani. Xo'p, buni ham quyidagicha yozib olaman. 1 2 3 4 SH3 berilyapti va ko'rib turibmizki, mana shu ikkinchi uglerodda OH saqlayapti. OH holatda yozib olsam bo'ladi. Xo'p, nomlaydigan bo'lsak, bola OH tomonidan sanaymiz. 1 2 3 4 butanol bo'ladi. 2 da OH tutgani uchun bolalar quyidagicha nomlaymiz. Butanol 2 holatda nomlaymiz. Xo'p, keyingisi hurmatli abituriyentlar, biz masalan sharti bo'yicha SH3 SH2 dan 3 ta turibdi va SH2 OH. Quyidagicha yozib olishimiz mumkin. Buni ham SH3, xo'p, SH2, SH2, SH2. Chunki 3 ta beryapti mana shu SH2 dan. Xo'p, buni berganda, xo'p, asosiy zanjirda 3 ta yozdim. Yana bitta SH2 yozaman, chunki SH2 ga kelib birikyapti mana. Formula bo'yicha ko'rib olishimiz mumkin. 3 ta mana SH2 va OH. OH tomonidan sanalaymiz. 1 2 3 4 5. Demak, 5 ta uglerod saqlasa, bu pentanol. Birda OH kelib birikadigan bo'lsa, pentanol bir holatda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bolalar, keyingisini ham ko'rib qo'yamiz. Keyingisi bolalar, to'rtinchisi S3H6OH S3H7 holatda berilyapti. Asosiy zanjirda umumiy uglerod 3 ta bo'lsa, jami 6 ta yozib olishimiz kerak ekan. 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta zanjirda asosiy yozdim va 3 ga OH kelib birikyapti mana. Ko'rib olishlar mumkin. Xo'p, 3 ga biriktiradigan bo'lsam, hurmatli abituriyentlar, mana OH holatda birikadi. Umumiy yozadigan bo'lsa, OH tomonidan nomlashimizga to'g'ri keladi mana. Chap tomondan 1 2 3 4 5 6. 6 ta bo'ladigan bo'lsa, bu asosan geksanol bo'ladi. Geksanol 3 ta OH turgani uchun geksanol 3 holatda yozib olishimiz mumkin bo'lar ekan, hurmatli abituriyentlar. Keyingisi 5. SH3 SH mana shunga OH kelib birikyapti va etil radikali S2H5 holatda berilyapti. Buni ham yoyib yozsam bo'ladi. Jami S2H5 va SH3 SH 2 ta 4 ta uglerod atomi bor. Asosiy zanjirda yozib olishim mumkin. 1 2 3 4. Va 2 ga OH kelib birikyapti. OH tomonidan nomlaydigan bo'lsak, 1 2 3 4 raqamlaydigan bo'lsak, OH tomonidan raqamlanadi. Va 4 ta bo'lgani uchun butanol 2 da OH turgani uchun butanol 2 holatda yozib olishimiz mumkin. Xo'p, mana bu endi raqamlab qo'yaman. 1 2 3 4 va 5. Xo'p, oxirgisi ekan bolalar, xudo xolasa. Demak, OH berilgan, shuni teskarisini yozib qo'yib, SH2 ga va SH2 dan 3 ta beryapti va SH3 radikalini beryapti. Demak, dastlabkiga OH biriktiramiz ekan. Cho'zib yozsak, asosiy zanjirda 5 ta uglerod saqlayapti. Bulardan dastlabkisi SH2 dan va SH2 dan 3 ta berilyapti. SH2 va SH2. Va bundan SH2 tugagandan so'ng metil radikali kelyapti. Xo'p, uglerod tomonidan OH saqlagan guruh tomonidan raqamlaymiz. 1 2 3 4 5. Hurmatli abituriyentlar, bu ham nomi umumiy pentanol. Birda OH turgani uchun pentanol bir holatda yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, endi qaranglar bolalar. Eng muhim ildiziga yetib keldik. Ne qilib aytganda? Necha xil spirtlar taalluqli deyilyapti bolalar? Mana pentanoldan nechta kelib chiqardik?
bitta, ikkita, uchta kelib chiqardik, to'g'rimi? Xo'p, pentanollar bir xil. Bularni chiqaraveramiz. Pentanol bir xil bo'lgani uchun. Mana butanol boshqa, geksanol boshqa, butanol 2 yana kelyapti. Buni chiqaraveramiz. Demak, chiqaraveramiz. Kelinglar buni chiqaraveraylik va buni chiqaraveraylik. Xohlagan pentanolni olinglar, lekin 3 ta pentanol beryapti. Bolalar o'zgaryapti, bolalar. Geksanol boshqa, geksanol 3 va butanol 2 va pentanol 1 degan javob. Demak, 3 xil spirt ekan. Javobimiz D javob bo'ladi. Savollar bormi? Yo'q. Yo'q, ha. Bolalar, keyingisini qo'yanlarni o'zimiz ishlaymiz. Sizlardan eshitaman, men savolni o'qib beraman. Eshitaman. 6-savol. Izomer bo'lgan moddalarni ko'rsating deyapti. Bolalar, izomerlarni topamiz. Bugungi mavzuyimiz spirt. Spirtning izomeri qaysi? Bilamizmi? Oddiy efirmi? To'ppa-to'g'ri, oddiy efir. Javobimiz 3 va 6. Va javobga to'g'ri keladi. Bolalar, qaranglar, alkallarniki yo'q. SNH+1, SNH+2. Ikkini chiqarib olsak bo'laveradi. Keyingisi degi diyen aren deyilyapti. Arenlarki qanaqa edi formulasi? SNH2. Minus 2. voy, aren dedim. Arenlam SNH2 minus 6. Ha, ana, bormi ichida? Yo'q. Dadi chiqarib olasizlar. Bola o'z javobini chiqarib olasizlar, kelib chiqaveradi. O'z bugungi mavzuyimiz spirt. Spirtda turibdimi? Shunga izomerini topib qo'yinglar, bolalar. Simsaro izomerini bol javob chiqaveradi. Xo'p, 8-savol, 7-savol ekan. Qaysi sinf moddalarida oddiy efirga izomer hisoblanadi? Qaysi ekan demak? Oddiy efirga izomer? Spirtlar. Spirt, to'ppa-to'g'ri. Murakkab efir emasmi? Yo'q. Yo'q, to'g'ri. Oxirgisi, qaysi spirt tibbiyotda dezinfeksiyalovchi vosita sifatida ishlatamiz? Mana marhamat bolalar, o'zingizlar hayotiy keltirib chiqarsanglar ham javob chiqaveradi. Bundachi? Etanol bo'ladi. Etanol, to'ppa-to'g'ri. Da javob.